Bilasizlarmi, buni qanchalik yaxshi ko'raman. Buni faqat yeb, mazasini bilganlar biladi. Yaqindagina restoranga borganimizda shu iliklarni yegim keldi. Narxlarini ko'rib men prosta shokman. Chunki buni pishirish juda ham oson va ko'p narsa ketmaydi va ichida ham faqat iliklardan iborat bo'ladi. Narxlari esa buni o'ziga emas, uni foydalari ustiga qo'yilgan deb o'yladim. Chunki rostdan ham foydasi juda ham ko'p. Semirtirmaydi, lekin juda ham ko'p foyda beradi. Organizmlarda bakteriyalarni o'ldiradi, viruslarni chiqarib yuboradi. Immunitetni kuchaytirib, kalsiyga boyitadi. Kollagen yaxshi ishlab chiqarilishiga va yaxshi so'rilishiga yordam beradi. Suyak bo'g'in og'riqlarini qoldirishda birinchi o'rinda va odamlarning tilida yuradi. Smek air griliga 40 minutga qo'ygan edim, 18 minutda pishirib berdi. Bu pishguncha zakuskalarini va nonlarini tayyorlab turdim. Nonini tosterda, podnosda, yana bir narsalarda qilganim yo'q. Air grilni o'ziga sovordim. Mazasi bir-biriga urib, juda ham zo'r mazali bo'libdi. Ustilari qarsildoq, ichlari yumshoq. Tanovul qilishga qulay va ishtahabob bo'lib pishib chiqdi. Ovozlarini qarang. Fu, dumba ham, ili ham yeydimi deganlar uchun. Agar siz ham men uslubimda qilib tayyorlab yesangiz, albatta yoqtirib qolishingiz aniq. Menga obuna bo'ling, bundan-da chiroyli retseptlar qo'yib boraman. Saqlanib qolish esingizdan chiqmasin.